yoqadi. Buni birinchi pozitsiyasi bor-ku. Ha. Birinchi pozitsiyasi ko'p yomg'ir yoqqandan keyin joyida qilmaydi. Orasi juda uzoqda. Ha, tezlikka bo'lsa, yomg'irlikka unda o'xshamay qolyapti. Shunaqa. Juda bo'lib ketyapti. Uni o'rtasi yo'q shuni. Shunaqa. O'rtasi bunda bor-da, tushunasizmi? To'g'ri. Bunda hozir ko'rasiz pozitsiyalari bor. Ko'rasizmi? Ha, o'zimdan. Bunda bitta ikkita pozitsiya bor. Bitta sekin, bitta tez. Vashchi qiynalaman, drujbada ketyapman, yomg'irda. Mana birinchi pozitsiyaga qo'ysam kelmaydi, уже qo'lim bilan qolmanda, qo'lim bilan. Asab buziladi. Yo'q, vashchi nerish. Ko'zim o'zi meni misol uchun ko'zlar u charchagandan keyin xira bo'lib qoladi-ku. 5 dan 6 dan keyin ko'zlar charchaydi. Ishdan qaytayotganda yomg'ir vashchi nerv. Ana mashinani umr ko'rib, "Balla shunaqa nervga tegdi, axir keldim-da. Ko'rdim, men aytib, "Bari qo'ydiraman buni" dedim. Ana endi mazza-da bu. Xudo xolasa. Birinchi, ikkinchi pozitsiya bo'lsa, o'zi aldamaydi, bemalol kelaveradi. Qulayroq bo'ladi. Yo'q, charchab qaytayotganda muammo, tushunasizmi? Yomg'irda, qorda. Hamma gapirgan gaplari mana shu dvorning gitarasi haqida. Okamlarga mana shu dvorning gitarasini chiroyli qilib ustanobka qilib beramiz. Yomg'irda rosa asqotadi. Ko'rdim videolar shu narsani ustanobka qildirgani keldim deyaptilar. Ko'piltli akalarim kelaverasizlar, hali ham dvorning gitaralari sotuvda bor. Chiroyli qilib programmalar bilan ishlatib beramiz. Pastda nomer yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.